Voy, ertaga imtihon, hech narsani eslolmayapman. Nima bo'ldi? Juda qo'rqyapman. Past baho olsam nima bo'ladi? Xohlasang men senga javobini aytib turaman. Yo'q, bu noto'g'ri-ku. Nima haqida gaplashyapsizlar? Ali xavotirda. Qo'rqma, sen tayyorlanding-ku. Lekin hammasini yodlay olmadim. Eng muhimi o'zing bilganingni yozish, halollik birinchi o'rinda. To'g'ri, ko'chirish yaxshi emas. Qanday yozdilaring? Yaxshi bo'ladi. Men ham o'zim yozdim. Menda ham qiyin savollar bo'ldi, lekin harakat qildim.